Bizning obunachilarimizga nasib qilsin-da 208 sotuvga tushgan ekan mana shu uchastkamizni. 169 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Sodalashishni biladigan odam bo'lsa kelishtirib beraman deyaptilar. Nazarbek harakatda joylashgan bu uchastkamiz yangi qurilgan. 2 o'rvinli bo'ladi, podvol, birinchi etaj, 7 ta xonasi, 2 ta sanuzeli bor. Xossaligi tez ko'rsatib beradi. Yo'q, gap yo'q ekan, qoyil qoldim. Remontlarni ham boplab qo'yibdilar. Hamma narsa bir-biriga tushgan. Ayniqsa patologlar menga yoqdi. Xonalarning razmerlari ham zo'r ekan. Hammasi mana shu videoda ko'rgan hamma narsalar bilan, parda, gilam, mebel, texnika hammasi bilan, 2 ta sanuzel bor, bittasi tashqarida, bittasi ichkarida. Mana shu hamma narsasi bilan kameralar ham qilgan ekanlar. Ehtiyot sharti baribir. Infratuzilmasi ham zo'r. Shunday masjid bilan maktab 150 metr atrofda. Bu tarafda mana oshxonalari, choy ichib o'tiradigan joylari. Buni xona hisoblamadim. Mana bu gap yo'q lekin rostdan ham remontlarni yorib qo'yibdilar, doda chiqibdi. Puliga rostdan ham mosakana, fikrimga qo'shilasizlarmi? Bu podvoldan orqa hovliga ham o'tsa bo'ladi. Podvolga uy ichidan ham, tashqarisidan ham tushsa bo'ladi. Mana shu xona o'ziga ancha-muncha pul ketgan deyaptilar. Hamma narsani alohida qilib qildirgan ekanlar. 169 mingga Nazarbek harakatdan, lekin bunaqa yangi qurilgan uchastka, mana shunaqa stilda qurilgan uchastka topa olmasanglar kerak. Suv, svet, gaz kanalizatsiyasidan muammo yo'q. Kanalizatsiya o'ra qilingan, ikkita alohida qilib o'ra qilingan. Narxi 169. Raqamlarini ekranda qoldiraman. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegramimda bor. Ochig'ini aytaman, bitta kelib ko'ring bu uchastkani.